uyga birdan kotlet kavoblar kirdi. Butulkalar tiklandi. Odamlar birdan o'ng'i yetdi. Yeyishdi, ichishdi, varqirashdi, kulishdi. Hatto og'zini buzib bir-birini tillashdi. Mehmondorchilikning shu kunlardagi eng yangi modasi qattiq mas bo'lish, yalang'och badan, yalang'och gap va yalang'och fikrlarning hammasida ifodasini topdi. Nuri ichmay turib o'ldi, g'ini ig'iz ochdi. Atidan boshlab, sendan ayrilaman. Sen mush yerda apandichilik qilasan. Padixning tigini tigan bo'ladi. Rasmo Padix, ha? Anlagansan, o ha dedi. Hamid bilan birga tursan. Atla bilba. Ma'lum bo'l. $30 oylik olasan. Tomiqim, yotqin beka. İşçi endi nazını qo'yib. Nuri ishdi, yedi, mas bo'ldi. U Qosh daryosidan o'zib o'tman deb turib oldi. U boshqalar to'ssimi unimadi. G'ani shapaloq bilan birga qo'yib edi, daryo bo'yidagi tol ostida o'ngda yotdi. Shu yotqinicha uyg'onmadi. U atsi sim karavotda uyg'ondi. Uyda tartib tortgan Guhariya opay uy yig'ishtiryapti. Akşam Asiye kelib boshlarini siyladi. Uyg'onmadim. Asiye? Qaysi Asiye? Sabihani opsima? U hozir nerede? Nuri karavotdan bo'msakdek sakrab tushdi. Ha? Sen de bilmemsen? Asiye hozir Türk mahallada. Qizi Fariha Sor mahallada. Sabihachim. U qizi Urumchida yo'qolib ketibdi. Nima? Nuri xuddi tuyuqsiz kaltak yegandek cho'chib ketdi. U qaytarib yana so'radi. Yo'qolib ketibdi dedingizmi? Ha, tuyuqsizlar. Ash qizining dardida Asiye oppoq bosh mo'may bo'lib qoldi. Yo'qolib degan so'zning ma'nosi Nuriga oyon. Nazarxon xo'ja, Xo'janiyaz hojim, Maqsud muhiti va shunga o'xshash o'z xalqi uchun jonbino bo'lganlardan nihoyatda nurg'un odamlar yo'qolib ketdi. Shamsiyning qilgan ishi ikki bo'ldi. Biri ma'arif, fan texnika, sanoat va madaniyatga o'xshash yangiliklar. Yana biri turma. Turmaga kirganlar eng yaramli odamlar. Yo'qolib ketganlar xalqning dardiga darmon bo'ladigan qaysarlar. Kimda-kim kichikini tilga ilinsa, ko'zga ko'rinsa, u darhol yo'qolib ketadi. 3 yilning oldida Shinsey Moskvani maxfiy ziyorat qilib, Stalin bilan ko'rishgan. U xalqqa baxt yo'rtaman deb qasam ichib, Sovet ittifoqi kommunistik partiyasiga a'zo bo'lgan. Jubin Nozir bilan birga kelgan yilqi Xanzu kommunist bu ishlarni so'zlaganda Nuri anglagan edi. Hatto Shindubanning partiya a'zolik kenishga numeri 185-911 ekanligini yodida saqlab olgan. U Jubin Nozirning deyishicha, Sovet ittifoqini Stalinni aldab, o'zining bir javlat ekanligini o'sha nomer bilan yoshirgan. Onun Şinjandagi hamma millatning eng esil o'g'il qizlarini o'ldirmagan bir kun